Jog'on bekorchi. Zo'r, kilo ham zo'r bekorchi. Kelasi yaxshi ekan-a? Mana xo'roz seschi sotib olamiz. Sotasan xo'rozingni? Yaxshi pul bersa beramiz. Agar kimga qiziq bo'lsa, anaqaga yozinglar. Telefon nomer qoldiraman. Telegramdan tashlab beramiz o'yinlarini. Lekin yaxshi xo'roz ekan, zo'r ekan, jo'ja. Yomon pixlarni ishlatar ekan, oyoqlari ikkalovini ham ishlatgan. Ko'rsat bu oyog'ini ham. Ikkalasini ham ishlatgan pixlarni. Rostdan yaxshi urar ekan. 3-4 marta sindirib. Aybi qanot tikib olish kerak, qanotlari yulinib ketgan. Shu aybi. Mana xo'rozi. Kimga qiziq bo'lsa nomerini qoldiraman. Shu nomerga Telegramdan yozsanglar, Xudo xolisa kelishtirib beraveradi. Ja, unaqa bizani xo'rozozlarga o'xshab $500, $1000 deb sotmaymiz. Arzonroq. Nechi pulga berasan? Bo'ladigan. $100 bo'lsa beraverasanmi? Mayli beramiz. $100 $100 ga beraveradi. Atak anaqasiga kelishsa ham bo'ladi. 1 millionga olib beraman mana shu xo'roz, kimga qiziq bo'lsa. Javob olib beraman mana shu xo'roz 1 millionga. Lekin yaxshi ekan, zo'r ekan. O'zidan kattaga qo'ydi. Turli xo'rozga qo'ydik. Zo'r ekan, lekin gap yo'q. Yerga qo'y xo'rozni nima ushlab olding? Hech kim olib qo'ymayapti hali. Mana xo'roz. Yaxshi ekan. Qanoqlarni ham chiroyli narsa. Faqat shunday aytgan narsalarni yemoqchi bo'lyapti-da bu siqir. Mana ursang-chi undan. Bu xo'roz katta pul qilib kilo. Necha kilo aytganchi? Kilosi ham 4 kilodan oshiq-a? 4 kilo 400. 4 kilo 400 ekan. 10 oylik jo'ja. Pixlari ham mana hali kichkina. 10 oylik bo'pti. Ozgina bekorchi videoga oldim. Bunisi telefon qilib jonga tegdi. Mana telefon qilsanglar yo Telegramdan yozsanglar tashlab beraman, o'yinlarini ko'rib bemalol. Atak $100 ga, qaysi 1 millionga olib bera olaman. 1 millionga beradi. 4 kilo 400 xolasanglar, san o'ziga kelib olgandan keyin bekorchi qolsanglar ham bo'laveradi. Yosh yuzimi 8 oylikmi? 10 oylik, men 10 oylik dedim. Necha oylik bu? 8-9 oylik. 8-9 oylik ekan bu hali. Hali chiqmayadi. Shunaqa. Mana pixni olib kelib yo'ra. Mana pixi deyarli. Kichkina moshga o'xshab turibdi.